Menga nima? Dadam o'chiradi. To'ppa-to'g'ri. Sen uchun dunyolarga o't qo'yadigan dadang bor. Meni dunyolarga alishmaydigan asal qizim bor. Orqangda dadang turibdi. Duxingni berma qizim, xo'ppa. Xo'p. Ay, jonim qizim. Voy tavba, o'zi to'rtta shirog'ani ketyapmiz. Qizini urushga jo'natayotgandek xayrlashishini qarasiz. Birantasiga kuching yetmasa tosh bilan soq, hamma. Davay. Nima qilamiz? Avtobusda ketamizmi? Yo'q, oyog'im o'rib qoladi. Hozir taksi chaqiraman, komfortidan. Yo'q tavba, qaydan quyosh chiqdi? Aka, sho'rpamidan nech puldan? Qornim yomon chiqib ketdi-da. Ikkitagina pirashka biringizsanmikin? Yo'q, urushib tashlaydi-da. Enajonisi qoningiz ham toza chiqib ketgandir. Juring avval sizga 4 siqina shashlik gapiraman. Chista qo'yanchiq odam qanday bo'ldi menga eshakdek bo'lib qoldi ekan? Yo kimdir sovuq qildimikan? Ukajon jerjanga rashk kampit yarim kilo sho'rdanak berib yuboring. Bo'ldi aka, anundan ham bir shita sovoraymi? Chakkinga qo'yib yuboraymi? Yo, постоянно aroq ichedingiz-ku aka. Ya avval ichgan bo'lsam ahmoq bo'lganman. Hozir oshirib so'yganimki, просто chesnak bilan piyoz yeganman. Yaqingacha aroqni ichiga kirib yotadigan, yangi yilni aroqni ichida dumalab kutib oladigan odamga jin urdimikan? Yo, prankmikin? Voy, enajonisi menga erga tepsiga ustiga jarqlab kiyim kiymagansiz. Juringizga boshiga sarpa biraman. Dada! Kızım, canım. Mana senga. Mana ortgan pul keragini ishlatasan. Kerak emas, qo'shaman turib menga sujinonlik qilmang. Bittasini tomog'ansizda, sizni betib o'zgartirib qo'ygan oyimchikin. Meni o'zgartirgan oyimcha mana. Nima? Qizingga o'zingga o'xshagan kuyov uchraydi deyshadi. O'ylab qarasam, eski o'zimga o'xshagan odam kuyovim bo'lsa, chidolmas ekanman. Sen ham birovni aziz qizisan. Qizimga nimani ravo ko'rsam, senga ham xuddi shunaqa er bo'lmoqchiman. Otalar qizini qanday yashashini xohlasa, xotinini ham xuddi shunday yashatish kerak deganlar bitta like bosib qo'yamiz. Voy dadasi qarang, kiyim magazin, как раз paypog'im teshilib qo'ygandir. Bitta naskicha olib bering. Sen kiymagan ko'za qo'yanchiq tutib qoladi. Kerak emas mandarini olishim kerak. Yo'q, faqat bir dona naskicha olaman. Seni bilaman-ku, hamma narsani qo'parib chiqib kelasan. Ayol qasam ichmaydi, ayolning so'zi qasam. Ketdi, bitta naskicha. Kiyim ko'rmasin-da bu ayollar. Voy, sviterchalarga 40% dan skidka ekan, ikkita olaman-da. Sizlarda naski sviter deyilami? Voy, issiq brukchalar 129 mingdan. Menga olamizmi? Brugingiz bor-ku. Voy, yam-yashil kardigancha, как раз bunga patsvet ekan, olaman. Ana, kardiganni ham nomi naskiga aylandi. Voy, bolachalarning hudilari ham skidkada ekan, olamiz. Sen kiyimni ko'rsang o'zing jo'qatib qo'yasan, bola bormi? Boyda dadajonsiz desam, bolamiz yo'q-ku. Akami bolasiga skidka-ku, va foydalanib qolish kerak. Hech fikri. Voy, musko kiyimlarga ham 40%gacha chegirma berildi. Nakонец-то menga ham bitta olamizmi? Oliydi, faqat naski olaman deb o'ylay agar deb qasam ichib qo'yganman-da. Bunday paytda qasam buzilmaydi. Qolgan paytda qasamga paparabanu. Kiyimni ko'rsang o'zing jo'qatib qo'yasan. Bor pulimga kiyim o'ryapsan. Aliviya bilan mandarin olmoqchi edim. Dadasi, siz meni shunchalar noinsof deb o'ylaysizmi? Uy joyimni o'ylamaydi deb o'ylaysizmi? Men ham o'ylaydigan xotinman, bekorga siz Indiyimga olib kirganim yo'q. Как раз Indiyimda hozir yangi yil aksiyasi ketyapti. 4 kun 29, 30, 31 1-yanvar kunlar 300 ming so'mlik xarid qilsangiz, sizga 50 ming so'm, 500 ming va undan ortiq xarid qilsangiz 100 mingni qaytarib beradi. Как раз shu 100 mingga mana Oliviye mandarin olib kelaverasiz. Hozir bunga xursand bo'lishim kerakmi, xafa bo'lishim kerakmi? Otangga rahmat tor deganday bo'ldi-ku.